turk so'zini kelib chiqish haqida ham turli xil masalalar, fikrlar bor. Nuh alayhissalomni Nuh to'foni haqida gapiriladi, manbalarda keltiriladi. Abdulg'oziy Bahodirxonni Shajarai Turkida ham, Mirzo Ulug'bek To'rt ulus tarixida ham va Nuh to'fonidan keyin barcha xalqlar qirilib ketganligi, o'sha suv ostida qolganligi va hatto kemadagi Nuh payg'ambarga ergashganlarning ham aksariyati vafot etganligi, faqat uning 3 ta o'g'li va 3 ta kelini tirik qolganligi haqida ma'lumot beriladi. Va o'g'illarning kattasini ismi Yofas edi, ikkinchisi Som, uchinchisi Homid deydi. Kenja o'g'illari Homid deydi. Shu Nuh payg'ambar kelib, charchab, o'sha quruqlikka kelib dam olganda bir shamol bo'ldi deydi. Shamol bo'lganda bir mayin bir shamol keldi deydi. Mirzo Ulug'bek o'zining To'rt ulus tarixida aytadi. Shamol kelib, ilgari shu bobolarimiz, qadimiy xalqlar issiq o'lkalarda yashagan shekilli. Bu rimliklarning kiyimi bo'ladi, yunonlarda. Oq surib bunday tashab yuradi. Ehromga o'xshagan. Xuddi o'shanaqa kiyimda yurishganda bir shamol bo'ladi-da, hali kiyim ko'tarilib qoladi, badan ko'rinadi. Buni ko'rib xom kenja o'g'il, ba'zi bir insonlar shunday xarakteri bo'ladi bilsangiz, bir joyingiz yirtiq bo'lsa kuladi. U kuladi bu holatni ko'rib. Kulgandan keyin Som dakki beradi. Akasi, uka deydi, otamizni badanini ko'rib sen kulyapsanmi deydi. Shunda Yofas o'rnidan turadi-da, borib otalarining ustini yopadi deydi. Bu barcha tarixiy kitoblarda keltirilgan. Shunda deydi, insoniyat taqdiri o'zgardi mana shu joyda deydi. Mana shu joyda qarang-da, mana shu joyda deydi, insoniyat taqdiri o'zgardi deydi. Barcha kitoblar, tarixiy kitoblarda keltiriladi va Nuh payg'ambar-ku o'rinlaridan turadilar, turganlarida tushlarda vahiy orqali ma'lum qilingan. Bu bo'lgan voqeani bilib turadilar. O'rinlaridan turadilar va duo qiladilar. Xomga qarab aytadilarki, meni badanim ko'rib kulganliging uchun, kalaka qilganliging uchun yuzing qora bo'lsin va ajdoding qora bo'lsin. Avloding, butun avloding, zurriyoting qul bo'lsin deydi. Butun habashlar, sintlar, hindlar bu kishining avlodlari, homiylar. Somga qarab aytadiki, nasihat qilding, nasihat qilding. Seni zurriyotingdan nabiylar, payg'ambarlar chiqsin, valiylar chiqsin deydi. Butun payg'ambarlar, Bani Isroil ham va arablar ham, forslar ham hammasi, hatto yevropaliklar ham somiylar hisoblanadi. Yofasga qarab aytadiki, o'rningdan turib kelib ustimni yopganliging uchun Xudo senga zafar qilishini bersin. Barchani ustidan hukmronlik qilgan, barcha xalqlarni ustidan podshohlik qilgan deydi va undan turkiylar tarqaladi. Dunyo tarixchilar aytadiki, aynan turkiylarning kuchayib ketishligidan shuning uchun qo'rqishadi deydi. Chunki bularga duo ketgan deydi. Bularning qonida o'sha Nuh payg'ambar voqeasiga biz ishonsak, demak qachondir turkiylar yana dunyoni hukmdoriga aylanadi deb qo'rqishadi.